Bugungi ta'lim ertangi muvaffaqiyatning poydevori. Jasorat bilan boshlang, kelajakni o'zingiz belgilang. Jasorat akademiyasi nodavlat ta'lim muassasasi sifatida 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarga yuqori sifatli va kompleks ta'lim dasturlarini taqdim etadi. Bizning asosiy yo'nalishlarimiz: boshlang'ich harbiy tayyorgarlik, ingliz va rus tillarini o'qitish hamda IT dasturlash bo'yicha zamonaviy va interaktiv metodikalar asosida ta'lim berishdir. Akademiyamizda har bir o'quvchi nafaqat nazariy bilimlarga ega bo'ladi, balki liderlik, intizom, hamkorlik va muloqot ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Bizning maqsadimiz yosh avlodni zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlab, ularni jamiyatda faol va ijtimoiy mas'uliyatga ega yetuk shaxslar sifatida shakllantirishdir. Jasorat akademiyasi farzandingizning kelajagiga sarmoya kiritish uchun ishonchli hamkor. Qo'shimcha ma'lumotlar va ro'yxatdan o'tish uchun quyidagi raqamlarga bog'laning.